Assalomu alaykum briefing tinglovchilari. 2025-yil 15-maydan Work and Travel xalqaro dasturlarida ishtirok etuvchi talaba yoshlarning ishlash va sayohat qilish maqsadida xorijiy davlatlarga borishi va kelishi bilan bog'liq xarajatlar uchun ssudalar ajratish tartiblari joriy etish to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Mazkur davlatlarga Yevropa Ittifoqi davlatlari, Janubiy Koreya, Yaponiya, Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya kiritilgan. Har yili 2000 nafargacha talaba yoshlar bazaviy hisoblash miqdori 40 baravar miqdorida ssudalar ajratiladi. Ssuda ajratish haqidagi arizalar Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali arizalar qabul qilinadi. Ariza beruvchi quyidagi hujjatlarni ilova qiladi. Xorijiy davlatlardagi ish beruvchi bilan ariza beruvchi o'rtasidagi tuzilgan mehnat shartnomasi. Ariza beruvchi tomonidan ssuda qaytarilmaganda ushbu mablag'larni qaytarish majburiyatini o'z zimmasiga oluvchi kafil jismoniy shaxsning so'nggi 12 oylik ish haqqi to'g'risidagi ma'lumoti va qarz shartnomasi bo'yicha kafil bo'lishga rozilik arizasi agarda mavjud bo'lsa. Oxirgisi viza. Talaba ajratilgan ssudani xorijiy davlatdan kelgandan so'ng 1 oy muddatda qaytarish majburiyatini oladi. Bir kalendar yil davomida 2000 nafar ariza beruvchi ssuda ajratilishi ma'qullangandan so'ng ariza qabul qilish to'xtatiladi. Ssuda ajratilgunga qadar biroq ketma-ketligi bo'yicha ssuda ajratilgan ariza beruvchilardan keyin ariza topshirilgan shaxslar keyingi yil uchun ariza ro'yxatga qo'yilmaydi hamda kelgusi yilda qaytadan murojaat qiladi.